narxdan avvalo qimmat bo'lib ketdi. Kampoz olib qo'ysam bo'lardi deb o'tiribsizmi hali ham. Bizda 4,5 tonna, 5 tonnaga yaqin ortiqcha 3-fazamizda bor. Mana xudo xolasa, aka, videoni ko'rib turgan bo'lsangiz, sizning partiyasi inshaalloh yana 2 kun inkubatsiya qilsa, zakonniy oqarish jarayonini cho'tki. Nima uchun biz oqartirib beryapmiz? Ko'ringlar, sababi nimaligini. Ya'ni 2 kundan keyin xudo xolasa tayyor bo'ladi. Bu 9 kunligi, 2 kun 3 kunda uzog'i. 9 kunligi bu. Kuzi qorin chiqaman deyapti. Hidini. Mana shunaqa joylarni rexlina qo'yasiz. 2-3 kun yana vaselin etib qo'yasiz. Bo'ldi, shundan keyin avtomatik qo'ziqorin chiqib turibdi-da. O'ylab o'tirgandan ko'ra kelish kerak, olib ketish kerak bo'ldi. Charchamanglar.